Assalomu alaykum, Asad jamoasining ashaddiy muxlislari, xonaqoga xayrli kechib qilamiz. Ayni damda biz Qo'chaqishlarga tashrif buyurganmiz, onajonimizni tabriklash uchun. Ikkita onamiz tug'ilgan kunlar bo'ldi. Juda ham ajoyib, juda ham chiroyli qilib o'tkazamiz deb umid qilamiz. Tabrik farzandlardan qo'llab turasizlar sizlar. Niyat qilyapsizmi? Siz ham xonanda qolishsiz, to'g'rimi? Ketdik. Aslzoda tortlari, Aslzoda tortlari, Aslzoda tortlari, Aslzoda tortlari. Barchangizni shod qilar Aslzoda tortlari. Mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Onajonim onam, mehribonim onam, duogo'yim Monisam, jannatimsiz onam. Onajonim onam, mehribonim onam, duogo'yim Monisam, jannatimsiz onam. Fazli xumorim, mening qalbi gulzorim, Xudo bergan tumorim, o'zimni jonim onam. Uyim fazli xumorim, mening qalbi gulzorim, Xudo bergan tumorim, o'zimni jonim onam. Mehri buloq soyligim, ikki dunyo boyligim, duogo'y chiroyligim, o'zimni jonim onam. Mehri buloq soyligim, ikki dunyo boyligim, duogo'y chiroyligim, o'zimni jonim onam. Onajonim onam, mehribonim onam, duogo'yim Monisam, jannatimsiz onam. Onajonim onam, mehribonim onam, duogo'yim Monisam, jannatimsiz onam. Boshlarimni silagan, doim baxtim tilagan, o'zimni jonim onam. Yelkalab yaxshilagan, boshlarimni
tilagan, doim baxtim tilagan, o'zimni jonim olam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Mehri buloq soyligim, ikki dunyo boyligim, duogo'y chiroyligim, o'zimni jonim onam. Onajonim onam, mehribonim onam, duogo'yim, munisam, jannatimsiz onam. Onajonim onam, mehribonim onam, duogo'yim, munisam, jannatimsiz onam. Jondan qilmasin. Bitta guldiroz olqishlaymiz endi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Qarziy jo'gan qo'yinglar, hech qachon jannat ko'rmasin. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz onajonlarimiz, bir-biridan go'zal, bir-biridan latofatli opajonlarimiz bugun juda ham chiroyli, shodiyona, jannat, iforli onajonlarimizni tavallud kunlariga tashrif buyurganimizdan biz Aslzoda jamoasi bag'oyatda minnatdormiz. Ilohim onajonlarimiz umrlari uzoq, tan joylari sog' bo'lsin. Yanagi shu kunlarda ham shunaqangi chiroyli kunlarni, shunaqangi chiroyli davrlarni barcha yaqinlar bilan birgalikda Ka'batullohladi. Ya Rasululloh, la ilaha illalloh sendan shuni so'ragan edik, sendan shuni tilagan edik. Mana shu joylarga takror kelib, labbaygini bizga yana bir bor nasib qildi deb shunaqa chiroyli kunlarni ana shu joylarda ham nishonlab o'tishlarni yaratgan egamdan iltijo so'rab qolardik. Bugun kunni tashkil qilib, ozgina bo'lsa ham gap qo'shilamizmi? Onajonlarimiz farzandlardan xursand bo'ladilarmi? Vaqtimizga munis, mo'tabar, go'zal, latofatli, topilmas, bitilmas boyliklarimiz onajonlarimizga hech qachon ko'z tegmasin. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman deb astoydil berib bog'lagan Jahongir ukamiz nomlaridan ketamiz. Omon bo'lsin ilohim. Bergan tabriklaringizga, bergan mehrlaringizga rozi bo'lasiz. Chunki bu farzandlar siz uchun har narsaga qodir. Xulosa Alloh xolasa yaratgandan iltijomiz bor. Katta safarlarda ham yo Rasululloh, sendan shuni niyat qilgan edik, sendan shuni tilagan edik. Mana shu joylarga onam bilan, otam bilan kelib, labbaygini aytish menga nasib qildi deyaptilar. Ilohim ko'z tegmasin. Topayotgan kunlar doimo shunaqangi chiroyli kunlarga, shunaqangi chiroyli davrlarga ko'p yillar davomida sababchi bo'lishini yaratganini o'zidan iltijo so'rab qo'yadi. Bugun juda ham chiroyli, shodiyona Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bugun onajonlarimiz uchun qalbimizdan muborakbod etamiz. Deydilar o'tkinchi dunyosi bir kim, o'tkinchi dunyoda chekmang g'amini, yaqinlar vaqtiga sog' bo'ling hardam, tavallud kuningiz muborak bo'lsin onam. Jonim onamizmi? Vaqtimga sizga hech qachon ko'z tegmasin. Siz bilan faxrlanamiz degan portlarimiz bor. Qarsakinglar bilan albatta. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna Abbosbek. Ko'rganlarni lol qilar, ta'rifin dunyo bilar, tabrikni yomon qilar Aslzoda to'rtlari. Otasini e'zozlar, onasini e'zozlar, to'rtlariga hamohang chalinadi kuy-sozlar. Aziz va mehribon onajonlarimiz yonimizda borliklarida qadrga yetaylik. Ularga bo'lgan mehrimizni fursat bo'lishi bilan darrov deyishgan. Endi farzandlaringga savol berib ko'rsak nima deysiz? Yaxshi bo'lardi. Ataylab kutib turuvdimi deyaptilar. Qarsakinglar bilan. Shoshilmay qatqoq ketyapsiz endi buni. Onajonim, dunyo turguncha turinglar ikkalanglar ham.
Bir savolim bordi. Bering. Yaxshi ko'rasizmi? Bular sizga hayot qizg'in. Aytib ham turasizmi? Ha. Qachon aytasiz? Aynan. Ko'proq aytadigan paytingiz qachon aytasiz? Har kun aytib, har kun. Pul kerak bo'ladi-da. Bitta ko'cha chiqizgan. Shuning uchun onasi yaxshi ko'raman. Bugun aytamiz, bugun qanaqa qilib aytamiz? Bilasizmi, poylarga chiqib o'tamiz. Chunki jannat onalar oyog'i ostida. Bu onalar bizni shu yoshga osonlikni yetkazishmadi. O'zlari yemasa ham yedirishdi, o'zlari kiymasa ham kiydirishdi. Mani bolam hech kimdan kam bo'lmasin deb harakat qilishdi. Chunki bizni yaxshi ko'rishligimiz uchun. Ularning duosi bizga juda ham zarur, juda ham kerakli duo. Bugun poylarga chiqib o'tamiz. Qo'ldan keladimi? Agar aytsangiz o'zimizni shu o'tganli yangi qo'shiq qilgan o'shani aytib beramiz akamiz nomlaridan. Bo'ldi. Ya, hayajon. Yaxshi ko'rasizmi? Bular dunyomizga qorong'i. Ketdi kunda bo'ladigan bo'lsa, qarsakinglar bilan albatta. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Assalomu alaykum hurmatli mana shu xonadonni aziz mehmonlari. Har yili bizni qarindoshlarimiz 22-aprelni intizorlik bilan kutadi. Sababi mana shu bizni avlodimizni eng yaqin va aziz insonlari tavallud topgan, qo'shaloq tavallud topgan kunlari. Xolajonim, onajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Sihat salomatlik sizlarni hech qachon tark etmasin. Dunyo notinch o'zi, lekin ular oldida O'zbekiston tinch. Sababi bitta sizlarning duoinglar. Shuning uchun ham doim duogo'y bo'lib turishinglarni chin yurakdan istab qolamiz. Sizlar hayotda juda ko'p narsani bizga bera olmasligingiz mumkin, lekin biz sizga bitta narsani armog'on qilishimiz mumkin, xolos. Dunyo to'la turguncha sizlarni o'lguncha xizmatingizda bo'lish bizga nasib qilishini armog'on qilishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham sizlar dunyoda hamma narsaga egalik qilishimiz mumkin, lekin umr o'tgan sari ota-onalarimizga egalik qila olmasligimizni tushunib yetyapmiz. Shuning uchun ham boringizni biz qadrlashga baholi qudrat doimo tayyormiz. Baholi qudrat siz bilan yonma-yon bo'lishga tayyormiz va mana shu lahzalarni bizga muhrlashga sababchi bo'lgan aslzoda demak tantanalar ajoyib firmasiga ham biz minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Hech qachon charchamaydi. Odamlarni yaxshi kunlarida, yaxshi kayfiyat ulashda hech qachon charchamaydi. Biz onalarimiz dunyodagi hamma ona muqaddas, lekin bizning onalarimiz ulardan ham muqaddas.
onalarimizga biz sovg'alarimizni topshirib bo'ldik, lekin yana bitta sovg'amiz bor edi. Hozir olmayotganmiz, buni bergan edik, lekin yana bitta topshirib qo'yishga. Hocalar, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomat yuringlar. Sog' bo'ling. Dünya kezdim, dünya tapaydı. Sho'x tulporda uloq chapaydi. Saroy qurib ta'min yopaydi. Ona seni unutganim rost. Qo'ling Onajonlarim, umringiz uzun bo'lsin Xudoyim. Onamdan qo'rqay o'tganliklarim. Har yili shunaqa xursandchilik kunlari uzoqni ko'rib yurishni Alloh nasib qilsin. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna Davom etamiz. Onajonlarimiz va xo'jalarimiz bularning duosi biz uchun juda ham qadrli, juda ham kerakli duolar albatta. Onajonlarim, kelinglar. Sizlar qarab turish yo'qda, so'zga keladigan odamni qarziya bilan qo'llab tursanglar, bugungi tabrikimiz juda ham chiroyli deb aytamiz. Assalomu alaykum. Shu xonadonga yig'ilgan barcha qarindosh urug'larimiz 2 kun tug'ilgan kunini katta hajdaga bo'lishiga niyat qilyapman. Xudo xolasa mahalla qilib tantanali ravishda hajdan kelishdan kutib olaylik. Parvardiga umriga umr qo'shilsin. Jalolxonam sog' bo'lsinlar, sog'lom ikki katta hajdaga bo'lish nasib qilsin. Opa-uka baxtli bo'linglar ikkovinglar. Ko'p yoshga kirib bir-biringlar bilan xursandchilik kunlarda yig'lalar. Uchrashib yuraveringlar. Hammamiz birgalikda uchrashib yuraylik bir-birimiz bilan. Hammani yaxshi ko'ramizmi? Umringlar sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar. Birga bo'lish nasib qilsin. Nevaralar, chigirlar to'yini ko'rib yuringlar. Sog' bo'linglar. Mana quyosh chiqib turgani bejizga emas ekan-da. Bu quyosh ham sizlarni bir-biringizga qizdirib turibdi ekan. Qarzdagina bilan. Shunaqangi qiliklaringga hech qachon ko'z tegmasin. Onajonlarimizdan biladigan yaqinlaridan. Dedamlar qolgan yodgorliklarim iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Yuzga kirganinglarda ham tabriklash nasib qilsin. Ana, davomida, Alloh sabr qilsin.
Assalomu alaykum, ammajonlar. Yangiliklar bilan tabriklayman. Umrini uzoq bo'lsin. Ilohim bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ringlar. Eng zo'r narsa nima ekan aytaymi dunyoda? Amma bo'lish ekan. Amma shunaqa boshqacha tuyg'u ekanki, men buni amma bo'lib bildim-da. Sizlarni yaxshi ko'raman. Tinjoningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Zaxonajonimizga xush kelibsizlar. Bugun mana ikkala onajonimiz qilgan kunlarda. Baxtimizga sog' bo'lsin, hech kasal bo'lishmasin. Dadamlarni baxtlariga, ukalarim baxtiga doim sog' bo'lsin. Onajonim, xolajonim, tavallud ayyomlaringlar muborak bo'lsin. Ilohim umringni uzun, rizqingni baland bo'lsin. Ilohim tanjoninglar sog' bo'lsin. Baxtimizga doim sog' salomat, yoshlanib chiroyli bo'lib yuringlar. Hayati! Let's go! Sevgili borlar deyapman. Assalomu alaykum. Onajonimiz xush kelibsizlar. Doimo ishlayni rivojli demasizlar. Onajonlarim bugungi tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'raylik. Biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga doimo sog' bo'linglar. Hech qachon hech qayerda og'rimasin. Doimo bizga doimo bosh bo'lib yuringlar. Hammamiz mana shunday davramizdan hech qachon mana shu quvonchli kunlar arimasin. Doimo hammamiz mana shu to'y tomoshada o'ynab kulib yuraylik. Sizlar bizning mehmonimiz bo'linglar. Men sizlarni doimo yaxshi ko'raman. Davom etamiz. Borgan tabriklaydiganlar nabiralar. Poshsholarga yarashgan. Assalomu alaykum. Ikkalaring tabriklayman. Yoshlar ko'pini ko'rib yuringlar. Hammamiz baxtli, sog' salomat bo'linglar. Chiroyli muzikalar hammamiz ham xonadonlarimizda ko'p yillar jarang sochdi. Yana bir bor o'zida iltijo qilamiz. Endi kimga beramiz so'z navbatini? Onajonlarimiz endi bir-birlarini tabriklashadi. Bir-birlarini tabriklashadi. Assalomu alaykum. Meni aziz bo'lgan ukajonim, ota-onamni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Joylarini jannatda qilsin. Sizni menga padarka qilib bergan onamlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. 60 bahori ko'rsiz, yana bitta 60 bahori ko'ring uka. Meni tilagim doim bu to'ydan boshingiz chiqmasin. Nevaralarim bilan jiyanlarimni umri uzoq bo'lsin. Sizni atrofingizda ko'ylagingizdan ushlab atrofingizni hech qachon yo'qolib qolmasin. Meni yolg'iz tashlab ketmang hech qachon. Yolg'izlik yomon.
Binoan onam derman qadimiy qo'shiqlarni eslab turaman sizlarga. Assalomu alaykum. Mana bugun shu xonadonimizga yig'ilgan aziz mehmonlar, jiyanlarim, hoji okajonlarim, asadzoda jamoasi, xush kelibsizlar deyman hammangni. Mana bugun bizni hoji opajonimni hamda o'zimni tavallud kunimiz, bizni shukrona kunimiz. Hoji opajonim, bugungi ayyomingiz muborak bo'lsin. Allohim sizga payg'ambar yoshiniga kirib, mana shuni nasib qilibdi. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Doimo baxtimizga, jiyanlarim baxtiga, mani baxtimga sog' yuring, ilohim. Hech qachon kasal bo'lmang. Doimo yaxshi kunlarda, to'ylarda, yaxshilik kunlarda yonimda turing. Hech qachon kasal bo'lmang. Otamiz bilan onamizni Alloh rahmatiga loyiq qilgan bo'lsin. Jannatlar bilan siylagan bo'lsin. Mana hammaga ham emas, bir kunda ikkita opa singilni tug'ilgan kunini birga o'tkazish. Bunaqa yoshlar ko'pini yuring, ko'rib yuring, hoji opajonim. Allohning 5-farzi bo'lgan katta hajliga borishga nasib qilsin, opajonim. Sog' bo'ling baxtimga. Hech qachon kasal bo'lmang. Sizlarga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Hammaga rahmat. Deganingiz uchun. Shoir romanlarini o'rab siz onamga o'xshab keling. Qani kelin opalarimiz? So'zga chiqing. Mana safarda yurgan bu bolalarimga, dadajonlarimga, dadajonimizga, o'g'limga, Jobirxonga kattakon rahmat aytaman. Bular ham uzoqda turib tabriklab, erta tongdan tabriklarni yo'llashgan. Dadajonisi doimo baxtimga sog' bo'ling, bolalarimning baxtiga, mani baxtimga hech qachon kasal bo'lmang. Hamma injiqlargilarimni ko'targan sizga kattakon rahmat. O'g'lim Jobirxon, qo'shganingiz bilan qo'shaqangiz Sayyor xola bilan siz ham bizingdek bo'lib yurishingizni Allohdan so'rab qolaman. Sog' bo'ling bolajonim. Topganlaringizga Alloh hamisha barakotini bersin. Hech qachon kasal bo'lmayman. Musofirda yurgan hammaniga sog'lik, salomatlik tilayman. Alloh panohida bo'linglar, ilohim. To'xtang, to'xtab turing. Turmush o'rtog'ingiz gaplari meni ham esimdan chiqib qoldi-da, telefon qilib turdim, mana shuni aytib qo'yasiz deb. Agar dunyoga yana qaytish lozim bo'lganda, yana takrordan kelgan bo'lganimda ayolimni tanlagan bo'lardim. Men undan sevishimni yetkazib qo'yasiz dedilar.
Omon bo'ling ilohim, sizlarga ko'z tegmasin. Siz ota-onalar yaxshiyamiz vaqtimizga borsizlar. Sizlar bilan hammasi, sizlarning duoinglar bilan, sizlarning ijobatinglar bilan hammasi vaqtimizga sizlarga hech ko'z tegmasin. Munis va mo'tabar go'zallar topadi kim bo'ladi bilasizlarmi? Albatta bu onalar bo'ladi. Sizlarning taqdiridan chiqadigan xabar biz farzandlarni har balolardan, har narsadan o'zi saqlaydi. Boringlarga shukr. Jazga turib olasiz. Omon bo'ling. Qarsakanglar bilan albatta. Assalomu alaykum. Bu fayzli, Allohning nurlari yog'ilgan chiroyli xonadoningizga xush kelibsizlar. Hoji onalarim, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Alloh qilgan amallaringizdan rozi bo'lsin. Farzandlaringizning har doim rohatda ko'rib yuringlar. Jahongirjon sizga kattakon rahmat uka. Allohim meni ham farzandlarim sizlarga o'xshagan solih farzand bo'lsin. Bunaqa shukrona kunlarni yana ko'p yil nishonlash nasib qilsin. Boshlagan yo'llardan, farzandlarimizni to'ylardan bosh bo'lib yuringlar. Alloh o'tganlarimizni rahmatiga loyiq qilsin. Sog' bo'ling. Hozir bunday qilamiz. Shoh-shoh qo'shiqlarimiz onalarimiz uchun. Davrada bir güzel yar, boynida munchoq tumor. Davrada bir güzel yar, boynida munchoq tumor. Gözlərdə mehr var, buncha güzel şu güzel. Sözləri şirin asan. Şarkını güzel ayalı, yüzü de danahalı. Külüp koyar ibalı, bunca güzel şu güzel. Sözleri şirin asan. Yıldız iken, ay iken, letafetke vay iken. Yıldız iken, ay iken, letafetke vay iken. Tengi yok şira iken, bunca güzel şu güzel. Sözleri şirin asan. Nergiz mi ya kila? Bedarligim, yüragi qiynaqligim, vaslingda kuymoqligim nega? Olov bo'ldi muhabbat, ishqimdan ko'chdi rohat, ko'nglimni bosdi g'aflat nega? Tunlari bedarligim, yuragi qiynaqligim, vaslingda kuymoqligim nega? Olov bo'ldi muhabbat, ishqimdan ko'chdi rohat, ko'nglimni bosdi g'aflat nega? 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 Vaslingda kuymoqligim nega? 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 Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? 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 Vaslingda kuymoqligim nega? Nega? Aytgin nega? Ko'nglimni bosdi g'aflat nega? To'kilmoq bo'ldi borim, qisqami deng bahorim nega? Vaqt pushaymon yillarim, imkon bo'lgan kunlarim, endi qaytmas onlarim nega?
Bak göçengden aylansam, bir ko'rishga shaylansam. Bak göçengden aylansam, bir ko'rishga shaylansam. Yüzlaringa termilib, sochlaringa boylansam. Yüzlaringa termilib, sochlaringa boylansam. Kakillerin talası ye, kuylerimnin alası. Kırmızı yüzleringe okşar tağning lalası. Kırmızı yüzleringe ye, okşar tağning lalası. Bak göçengden aylansam, bir ko'rishga shaylansam. Yüzleringe termilib, sochlaringa boylansam. Misalingni ko'rmasam, mening holim yomondir. Kulmay mening holimga, kelmalagim yonimga. Bak ko'chaning boshida orom bergil jonimga. Bak ko'chaning boshida orom bergil jonimga. Bak ko'chang qilim, oqibatdan yuz burib ketmang. Tun qalbida chiroq yaqinim, yo'qlab turing, yo'q bo'lib ketmang. Yo'qlab turing, yo'qlab turing, yo'qlab turing, yo'q bo'lib ketmang. Yo'qlab turing, yo'qlab turing, yo'qlab turing, yo'q bo'lib ketmang. Bag'rim tilib, avval yaqin so'ng yiroq bo'lib, hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilib, yo'qlab turing, yo'q bo'lib ketmang. Hayot sinargoh bag'rim tilib, avval yaqin so'ng yiroq bo'lib, hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilib, yo'qlab turing, yo'q bo'lib ketmang. Yo'qlab turing, yo'qlab turing, yo'qlab turing, yo'q bo'lib ketmang. Yo'qlab turing, yo'qlab turing, yo'qlab turing, yo'q bo'lib ketmang. Ilohim o'ylaganlarni ular hech qachon ko'rmasin. Yangi yil kunlarida shunaqangi chiroyli kunlarimizda, shunaqangi 22-aprelda shunaqa diydorlashlik har qachon har vaqt hammamizga ham ko'p yillar davomida nasib qilsin. Ozgina bo'lsa ham kafeteriyaga qo'shib olamizmi? Ozgina bo'lsa ham onajonimiz farzandidan xursand bo'ladilarmi? Vaqtimizga shunaqangi munis, mo'tabar, go'zal va latofatli onajonlarimizga hech qachon ko'z tegmasin. Bu xalq xolvasi, bundan-da chiroylari, bundan-da ziyodroq oldinda Xudo xolasa niyatlarimiz juda ham ko'p. Vaqtimizga shularning duosini eshitdik. Hammamizga ham nasib qilsin deb dasturda bel bog'lagan barcha farzandlaringizga ham o'zimizni kattakon minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Bugungi kunni asosiy sababchilari onajonlarimizga tilagimizki, o'zingiz ehtiyot qiling. Bizdan uzoqlashmaysiz. Barchangizni xizmatingizda Aslzoda jamoasi o'rtasida sog' bo'linglar. Tashrifimiz yoqdimi? Aslzoda jamoasiga ming rahmat. Qolaversa bu yerda shu tashkil qilgan mana Jahongir o'g'limga ham ming rahmat. Shu bolamni ham baxt kamolini Alloh ko'rsatsin.
martabasi ulug' bo'lsin bu bolamni ham. Parvardigorimdan so'rayman, shu bolamdan ham baxtli bir Allohdan qo'rqqan bandadan uyalgan bir soliha juft halol ato etishini. Parvardigorimga ham solihali farzandlar berishini so'rayman. Bolam baxtimga sog' bo'lsin. Bunaqa tashkil ishlar ko'p bor takrorlab turishini qo'ymayman. Martabang bundan ham ulug' bo'lsin, jon bolam. Baxtimga hech qachon kasal bo'lmagin. Rulda yurasan, doimo Alloh panohida bo'lgin bolam. Sog' bo'lgin baxtimga. Sizlar ham sog' bo'linglar. Ota-onanglarning baxtiga doimo sog' bo'lib, shunaqa chiroyli bayramona kunlarni ko'pida shirin bo'lib, xursandchilik qilib yurishinglarni Allohdan so'rab qolaman. Ming rahmat sizlarga ham. Ovozlaringizga ovoz qo'shilsin, martabanglar bundan-da ziyoda bo'lsin bolam. Sog' bo'ling. Jahongir ko'rdingizmi? Onamizga yoqdan. Demak, onamizga yoqqaniki qo'yganlarga ham yoqdik davom etamiz. Vaqtimizga sizlarga go'sht tegmasin. Men tepadan chiqib turgan quyosh doimo sizlar bir-birlarga ko'p yillar davomida qizdirsin. 155, 165 yoshlarda ham shunaqa sanalar davramizdan xato qilmasin diydorlashlik. Har qachon hayot qilmamizga ham ko'p yillar davom nasib qilsin. Tashrifimiz yoqdimi? Asl soda tortlar desam zo'r deb boshlamayapsiz. Bir ovozdan. Asl zo'r